Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Bugundan boshlab biz sizlar bilan dasturlash asoslari deb nomlangan darsimizni boshlaymiz. Darsimizning asl maqsadi nafaqat dasturlash asoslarini, balki turli xil muammolarga yechim bo'ladigan dasturlar yozishni o'rganish. Buning uchun biz Python dasturlash tilidan foydalansak-da, bu darslar davomida o'zlashtirgan bilimlaringiz dasturlash asoslari barcha boshqa dasturlash tillari uchun ham umumiydir. Darsimizning maqsadi sizlarni Python dasturlash tiliga va umuman dasturlash olamiga tez va samarali yo'llar bilan olib kirish. Darslarimiz umrida biror marta Python tilida yoki umuman dasturlash tillarida dastur yozmagan tinglovchilar uchun juda ham foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Darslarimizni muvaffaqiyatli tugatgan tinglovchilar kelajakda dasturlashning murakkab va tor yo'nalishlariga ham yoki umuman dasturlashning boshqa tillariga ham oson va yengillik bilan o'ta olishadi deb umid qilamiz. Xo'sh, nima uchun aynan Python? Python dasturlash tili o'rganish uchun oson, foydalanish uchun juda ham qulay va hamda unda yozdirilgan dasturlar ko'p qirrali bo'ladi. Ya'ni siz agar Python dasturlash tilini o'rgansangiz, faqatgina ma'lum bir yo'nalishdagi muammolarni emas, balki turli yo'nalishlarda ham faoliyat olib borishingiz mumkin. Python tili web dasturlashda ham, o'yinlarni yaratishda ham yoki bo'lmasa ma'lumotlar bazasi bilan ishlash yoki sun'iy intellekt yoki bo'lmasa data science uchun dasturlar yozishda ham juda keng qo'llaniladi. Ikkinchi sabab esa bugungi kunda aynan mana shu tilda dastur yozuvchi mutaxassislarga talab kundan kunga ortib bormoqda. Agar biz turli yillardagi, demak, mutaxassislarga bo'lgan talabni solishtiradigan bo'lsak, aynan Python tili yildan yilga birinchi o'ringa chiqib bormoqda. Shuningdek, juda ko'p mutaxassislar, demak, dasturchilar o'zining ikkinchi tili sifatida Python tilini o'zlashtirishni afzal ko'rishar ekan. Python dasturlash tili juda ham keng qamrovli va universal tillardan biri hisoblanadi. Pythonda yozilgan dasturlar turli xil platformalarda va turli operatsion tizimlarda ham ishlayveradi. Demak, yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda bu kursimiz uchun bizni asosiy dasturlash tilimiz Python bo'ladi. Keling endi darslarimizni boshlaylik.